Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan mana shunday ajoyib zebra pirogini tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib idishimizga 4 ta tuxum, ozgina tuz, 1 choy qoshiq vanilin, 180 gram shakarni solib 5 minut mobaynida mikser bilan ko'pirtiramiz. 50 ml issiq suv solamiz. 120 ml o'simlik yog'i solib yaxshilab aralashtirib olamiz. 180 gram unimizga 1 osh qoshiq razrixli sil solib aralashtirib, 2 osh qoshiqini alohida idishga sovolamiz. Qolgan unimizni xamirimizga solib, yaxshilab aralashtirib, uni teng 2 ga alohida idishlarimizga bo'lib olamiz. Endi bitta idishimizga kakao, bittasiga esa unimizni solib aralashtirib olamiz. Mana xamirlarimizni aralashtirib oldik. Endi qolipimizni tayyorlab olamiz. Mani qolipim 20 santimetrlik. Ostini folga bilan yaxshilab yopib olishimiz kerak bo'ladi. Qolipimiz tayyor bo'ldi. Endi 2 ta oq qora xamirimizdan 2 qoshiqdan ustma-ust solamiz. Mana xamirlarimizni birin-ketin sovaldik. Endi cho'pcha yordamida chiroyli shakl beramiz. Ko'rib turganlaringdek pirogimiz juda ham chiroyli chiqibdi. Endi pirogimizni 180 gradusga 50-60 minutga duxovkaga qo'yib olamiz. Mani pirogim 180 gradusda 50 minutda pishib chiqdi. Ichlari mana ko'rib turganlaringdek pishgan. Endi pirogimizni sovutishga qo'yib qo'yamiz. Mana pirogimizni butunlay sovutdik. Endi folgalarini olib, ichlarini kesib ko'ramiz. Ko'rib turganlaringdek pirogimiz yumshoqgina bo'lib, chiroyli bo'lib pishib chiqqan. Mana ichlarini ham ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Kakaosini sal kamroq solganda bundan-da chiroyli chiqardi. Videoim sizlarga yoqadi degan umiddaman. Videoim yoqsa like bosing, kanalimga a'zo bo'ling. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.